Nega butun dunyo Ronalduning jahon chempionatida g'alaba qozonishini istamoqda? Chunki bu shunchaki orzu emas, bu adolat. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ronaldu 20 yildan ortiq vaqt davomida futbolning eng yuqori cho'qqisida bo'ldi. 5 ta oltin to'p, 140 dan ortiq Yevrokuboq gollari, 200 dan ortiq terma jamoalar tarkibidagi o'yin. Ronaldu futbolga nafaqat mehnatini, balki butun hayotini berdi. 2016-yilda Portugaliyaga tarixdagi ilk Euro chempionligini olib keldi. 2 marta Millatlar Ligasida g'alaba qozondi, ammo bitta narsa unga hali ham yetishmayapti. Bu jahon chempionligi. Bugungi Portugaliya esa butunlay boshqacha. Jamoa faqat Ronaldudan iborat emas. Leo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias kabi futbolchilar bilan jamoa haqiqatan ham kuchli, muvozanatli va tajribali. Bu turnir Ronaldu uchun so'nggi imkoniyat va agar bu safar g'alaba qozonsa, bu nafaqat futbol tarixidagi eng katta voqealardan biri bo'ladi, balki adolat qaror topgan lahza sifatida esda qoladi. Agar siz ham Ronaldu jahon chempionatini yutishini xohlasangiz, like bosib qo'ying.